إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sura Baqaradagi Alloh subhanahu va taoloning iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidosi 10 ta bo'lib, shu nidodan biz 7 ta nidoni o'rgangan bo'ldik. 7-chi nido iymon keltirgan kishilarning Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishlikka, ularga o'zlarining gunohlaridan qutulishlik uchun oldi-sotdi bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan. Ya'ni u yerda endi qiyomat kunida insonning bir mulki yo'qki, oldi-sotdi qilsa, yoinki bir qadrdon birodarlik bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari va bir-birlaridan shafoat, iltimoslar qilib yordam bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari infoq qilishlikka bo'lgan buyrug'ini qisman o'rgangandik. Ya'ni bu nido: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون ندافيدا. الله سبحانه وتعالى rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishlikka buyurish insonni infoqqa chorlaydi. Ya'ni Alloh rizq qilib bergan narsadan infoq qilyapman deb inson tasavvur qilmoqligi kerak. O'zim vujudga keltirgan narsa deb tasavvur qilmaydi mo'min kishilar. Mo'min kishilar o'zlarining mulklarini Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsa deb e'tiqod qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo rizq qilib berdi va boshqalar uchun ham rizq berdi. Ba'zi bir bandalarni sharafli qilishligini, mukarram qilishligini iroda qildida, bir kishiga beradigan rizqning biror bir kishining qo'li orqali yetib borishligini iroda qildi. Mana bu inson beruvchi kishini mukarram qilinganligiga dalolat qiladi. U minnat qilishlikni yoniga ham bora olmaydi. Balki mo'min kishi o'zi dunyo qarashi Alloh subhanahu va taolo kishilarga rizq qilib berayotgan narsani meni qo'lim orqali berishlikni iroda qilib menga Alloh subhanahu va taolo mana bu berishlik sharafini berdi deb e'tiqod qiladi. Bu infoq haqidagi oyatlar Sura Baqarada salkam 3 bet bayon qilingan. Qayerlarga infoq qilishlik kerak? Qanday suratda infoq qilishlik kerak? Mana bu ta'lim ilohiy bizlarga ta'lim bo'lmoqligi kerak. Ular biz shunga muvofiq infoq qilmoqligimiz kerak. Allohning yo'lida bo'lishligi kerak infoq. Shayton yo'lida bo'lmasligi kerak. Shayton yo'lidagi bo'lgan infoqlar qaysilar? Allohga osiy bo'linadigan yo'lda sarf bo'lgan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir. Shariat islomiya harom qilgan narsalar yo'lida sarf qilingan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir. Val kafiruna humuz zolimun oyati biz o'tgan darsimizda bir qisman qaytarib qo'yapmizki, demak bu yerda kofir kalimasini kelishligi, kofirlar haqiqiy zolimlar degan kalimani infoq oyatidan keyin kelishligi shunga dalolat qiladiki, kufr faqat Allohni inkor qilishlikni o'zi emas, balki kufrun ni'ma. Bu kufrun millah u islomdan chiqaradi. Ya'ni
islomga kofir bo'lishlik bu insonni dinsizlar qatoriga qo'shadi. Ammo kufrun ni'ma, ne'matga nonko'r bo'lishlik, mana bu ham al-kufru dunal kufr. Imom Buxoriy ham al-kufru dunal kufr deb bob ajratganlar. Bu nonko'rlik, ya'ni kofir bo'lishlikning bir surati, Allohning ne'matiga shukr qila olmaslik haqiqiy bir zulmdir. Infoq oyatdan keyin kelayotganligi vallohu a'lam shunga dalolat qilsa kerak. Shuning uchun ham ayollarning o'zlarini turmush o'rtoqlarining marhamatlariga shukr qila olmaslikni ham hadis shariflarda kufr kalimasi bilan iste'mol qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid kunida ayollarga vallohu alam alohida bir mav'iza qilganlarida yoki Eid kunida mav'iza qilganlarida aytdilarki, ey ayollar jamoasi, sadaqotlar qilinglar. Chunki ahli jahannamni ko'pini ayollardan ko'rdim dedilar. Shunda ayollarning ba'zilari savol qilishlarki, sababi nima ya Rasululloh deyishganlarda aytdilarki, yakfurna, kofir bo'lishadi. Yakfurna billah, Allohga kofir bo'lishadimi ya Rasululloh deganlarda, yo'q, yakfurnal ashir. O'zlarining turmush o'rtoqlariga nonko'rlik qilishadi dedilar. Ya'ni shunini ne'matlarini bilishmaydi dedilar. Shu demak val kafiruna humuz zolimun umumiy suratda kelyapti, bo'lib ham infoq oyatidan keyin kelyapti. Allohning bergan ne'matlariga shukr qila olmaslik ham kufrning bir turi ekan. Agarchi u islom millatidan chiqarib tashlamasa ham, mana bu ayollarning turmush o'rtoqlariga shukr qila olmasligi, mana bu ham jahannamga kirishlikka sabab bo'lishligini bayon qildi. Va hamda kufrning, Allohning ne'matlariga shukr qila olmaslikning bitta surati Alloh yo'lida infoq qila olmaslik ham shukr qila olmaslikdir. Chunki shukr har bir narsaning shukri o'zining jinsidan bo'ladi. Tilning shukri Allohga shukr qilib, til berganligiga Allohning zikri bilan, tilovat bilan mashg'ul bo'ladi va bu til bilan amr ma'ruf qiladi, nahiy munkar qiladi. Mana bu til bilan bo'lgan shukrdir. Qo'li borligiga shukr qilishlik, bu qo'l bilan Allohning buyruqlarini bajarishlikka harakat qiladi. Alloh man qilgan narsalardan o'zini tiyishlik bilan shukr qiladi. Oyog'ining shukri ham Alloh buyurgan joylarga borishlik bilan, Alloh buyurgan joy, buyurmagan o'rinlarga, balki Alloh qaytargan o'rinlardan bosh tortishlik bilan, bormaslik bilan shukr qiladi. Mana bu ham ne'matlarga shukr qilishlikdir. Ne'matlarga shukr qila olmaslik nonko'rlikdir. Inson moli davlat bo'lib Alloh subhanahu va taolo haloldan rizq berib davlatman qilganligining shukri, mana shu narsa moli davlatni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan, Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik, islom bu bilan o'zining tamomiy kambag'al bo'lishligini talab qilmaydi. Birinchi o'ziga va o'zining yaqin kishilariga muruvvat qilishligini islom sadaqat kalimasi bilan ifodaladi. Ibda bi nafsika, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'zingdan boshlagin sadaqat. Ibda bi nafsika fatasaddaq alayha. Ya'ni o'zingdan boshlagin, o'zingga sadaqat qilgin dedi. O'zining hojatlariga, o'zining shariatga muvofiq yurishligi uchun sarf qilingan molni islom sadaqat kalimasi bilan ifodaladi. Ibda bi nafsika fatasaddaq alayha. Demak, inson islom istilohida o'ziga sarf qilib ham ajrlanadi. Mana bu undan oshgandan keyin yaqin qarindoshlarga deydi. Mana bu yaqin qarindoshlarga muruvvat qilishlik, Allohning buyrug'i, Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan, buni ham sadaqat kalimasi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida ifodaladilar. Bun bilan ham ajrlanadi. Biz mana bu narsani tushunishligimiz bilan infoq qilishlik, Alloh yo'lida molimizni sarf qilishlikdan boshqalar bizni islomga qilgan tuhmatlarning bekor ekanligini bilamiz. Chunki ular o'zini birinchi sarf qiladigan molni afzalini o'ziga sarf qilishligini aytdilar. Insonning molini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah,
dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Uchga bo'ldilar. Birinchi, Alloh yo'lida sarf qilingan mol va miskinga berilgan mol va o'zining ahllariga, oila a'zolariga sarf qilgan mol dedilar. Va shuning ichida o'zining ahliga sarf qilgan molni eng ajri katta dedilar. Nima uchun? Jamiyatdagi hammasi kambag'allik, muhtojlik muammosi har bir kishi o'zining oilasi qaramog'idagi kishilarni ta'minotini yetarli qila olmaslik natijasida vujudga keladi. Agar insonlar o'zlarining qaramog'idagi kishilarni yetarli miqdorda ta'minlasha olsalar, bu jamiyatda muhtojlik bo'lmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana mazmuniy ma'nolarni aytamiz, eng xotamtoy bo'lgan odam, fasal sadaqat qilib eng katta ajr oladigan odam o'zining ahliga sarf qilishlik bilan oladi dedi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotgan vaqtda biz rizq qilib bergan narsani infoq qilinglar. Qiyomat kelib qolishlikdan ilgari infoqqa buyurgan vaqtda birinchi inson o'zining ahliga sarf qilgan molni ajri ko'p bo'lgan mol ekanligini o'zining payg'ambari, islom payg'ambari Muhammad alayhisalomdan buni o'rganadi. Shundan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki, biz xotamtoy deb kim aytamiz? Birinchi o'zini ta'minlagan va ahllarini ta'minlagan, shu ahlallarini islomni o'rganish yo'lida farzandlariga infoq qilib yurgan kishining eng katta xotamtoy deymiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Alloh yo'lida ilm o'rganayotgan farzandlarini ham butun ilm o'qishlik yo'lini to'sib turib, ularni mol davlat topishlikka hali kamolot yoshiga yetmasdan turib, yoshligidan tamomiy dunyoga mashg'ul qilib turib, bu topgan mol bilan katta ziyofatlar qilgan kishini bizning xalqimiz xotamtoy deydi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular demayaptilar. O'zining ahliga sarf qilgan kishi, shuni ta'minotini yetarli qilgan odamni eng katta infoqi bilan ajrlanadigan kishi deb ta'minlaydi. Biz mana bu nuqtani tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotganda mana bu infoqqa Rasul buyurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining amaliy sunnatlari bilan buni ko'rsatdilar. 8-nido Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Qur'on Karim mana bu oyatda iymon keltirgan kishilarga nido qilyapti. Alloh yo'lida infoqqa buyurgandan keyin bu infoqni oxiratga olib borishlikka va yo'lda oxiratga borguncha bu infoqning ajridan mahrum bo'lib qoladigan sabablarni, balki buni bekor qiluvchi omillarni islom bayon qilyapti. Demak, biz Alloh yo'lida infoq qilishlik uchun birinchi molni pokiza topmoqlikka muhtojmiz. Ikkinchi, bu infoq Alloh yo'lida, Alloh buyurgan joylarga bo'lishligiga muhtojmiz. Uchinchi, bu infoqni Alloh yo'lida bo'lgan infoqni ehtiyot qilib, o'zimiz mol davlatdan, butun avlodlardan judo bo'lib yakka qolgan vaqtimizda shu mol davlat bilan birga, ajri bilan birga bo'ladigan soatda shu narsani shu vaqtgacha ehtiyot qilishlikka ma'murmiz. Iymon keltirgan kishilar sadaqotiylarni minnat va ozor bilan bekor qilib qo'ymaylar. Demak, sadaqotlarni bekor qiluvchi narsa nima? Birinchi minnat.
Ikkinchi ozor. Ya'ni berilgan kishiga ozor berishlik. O'zining mol davlatini unga sarf qilganligini bilan zo'ravonlik qilib ozor berishlik sadaqotlarni bekor qiluvchidir. Uchinchisi mol davlatni infoq qilishlik Alloh buyurgan joylarga yo'q, lekin riyo uchun qilinyapti. Alloh yo'lida infoq qilishlik o'zi qiyin. Alloh yo'lida infoq qilishlik muyassar bo'lgandan keyin inson uni suratida Alloh yo'lida bo'lsa-yu, riyo suratida bo'ladigan bo'lsa, qalbida odamlar ko'rishligi yo odamlar maqtanilishiga sabab bo'lishligini niyat qilishlik bu riyodir. Alloh subhanahu va taolo molini odamlarga ko'rsatib riyo qilib infoq qilayotgan odamga o'xshagan sadaqotlarni bekor qilib qo'ymanglar deyapti. Demak, odamlarga riyo qilib sadaqotini bergan kishining sadaqotlari botil bo'lib tugaganligida shak shubha yo'q. Shunga o'xshatilyapti. Arab tilida mushabbahun bih degan narsa o'xshatilgan narsa kuchliroq bo'ladi. Misol qilib aytsak, falonchining yuzi gulga o'xshaydi desak, guldagi qizillikka o'xshasak, guldagi qizillik kuchliroq uning yuzidagi qizillikdan bo'ladi. Qur'oni Karim bu yerda minnat bilan, ozor bilan sadaqotlarni bekor qilib qo'ymanglar. Xuddi odamlarga riyo bilan sadaqotlarni qilgan odamning sadaqoti bekor bo'lganga o'xshagan. Demak, riyo bilan qilingan sadaqotning bekor bo'lganligida shak shubha yo'q degan ma'no chiqadi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Riyo bilan sadaqot qilgan odamni Alloh subhanahu va taolo iymonida shubhali kishi deyapti. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasdan odamlarga ko'rsatib infoq qilgan odamga o'xshagan infoq qilmaylar deyapti. Demak, uning Allohga va qiyomat kuniga bo'lgan iymonini shubhali deyapti. Lekin riyo bilan qilingan sadaqotning ko'rinishligi nihoyatda katta bo'lib ko'ringanligini, nihoyatda bu katta bir ajrlar mevasini berishligini Alloh subhanahu va taolo tamsil qilib, xuddi bu riyo bilan sadaqotlar qilgan odamning sadaqotini misoli katta bir silliq toshga o'xshaydi. U silliq toshning ustida tuproq bor. Tuproq, ya'ni chang, qalinroq chang yoki yupqa tuproq o'tirgan. Uzoqdan ko'rgan odam bu bir ajoyib bir adil unumdor yer. Bunga agar yomg'ir yog'ib, agar sharoit bo'lsa, juda ser unumdor bo'lgan joy deb e'tiqod qiladi. Shunday deb tasavvur qiladi. Lekin ustida tuproq bo'lgan bo'lsa, tepadan tushgan fa'asobahu vabil. Odatda adirning ustiga qattiq yomg'ir yog'sa, u yerdan ko'p narsa ko'karib chiqardi. Bu silliq tosh bo'lib, ustida biror chuqurchog'i yo'q. Sofran arab tilida silliq tosh. Ustida tuproq bo'lsa, shu tuproqni ustiga qattiq sel yog'sa, fatarakahu soldi. Sipsidan qilib qo'yadi. Ana bu yomg'ir yog'ishlik bilan odatda unumdor bo'ladigan yerda hosil katta bo'lardi. Lekin yomg'ir yoqqandan keyin u sipsidan bo'lib hech narsa qolmaydi. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Qilgan narsalardan biror narsaga riyokor kishilar qodir bo'lmaydi. Toshning ustida biror hosil beradigan belgi ham qolmagandek, oxiratga borganda u siz riyokor odamlarning sadaqat ehsonlarini juda katta bir unumdor bo'ldi, ser hosil bo'ldi deb borgan bo'lsangiz, siz siydon bo'lib quruq bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo bu tamsilni bayon qilib turib, vallohu la yahdil qawmal kafirin. Bular sadaqatlarni riyo uchun qiluvdi. Oxirat uchun qilmagan edi. Demak, oxirat uchun qilmagandan keyin bular Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan edi. Alloh bunday kofir bo'lgan qavmlarni, iymonida shubhali bo'lgan kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi. Mana bu haqdagi biz
minnat va ozor haqidagi hadis shariflarni ba'zilarga murojaat qilar ekanmiz. Inson minnat bilan sadaqat qilishlikka shundan qutula olmaydigan bo'lsa, sadaqat qilmaganligi afzal bo'ladi. Chunki hadis shariflarda bayon qilinganki, salasatul la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim. 3 toifa borki, Alloh ularga qiyomat kuni gapirmaydi. Ularga qaramaydi, ularni pokizalamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob bor. Birinchisi al-musbil izarahu. Ya'ni belidan pastida kiygan kiyimini oshig'ini bekitadigan holatda kiyib yurgan kishi. Birinchisi shu al-musbil izarahu. Izar kindigining pastiga kiyiladigan libosni aytamiz. Birinchi shu odamga Alloh subhanahu va taolo gapirmaydi, qaramaydi, qiyomat kuni pokizalamaydi. Mana bu birodarlar birinchi 3 ta baxtsiz odamning bittasi. Ikkinchisi va al-mannanu allazi la ya'ti shay'an illa mannahu. Minnat qiluvchi, ko'p og'zidan doim minnat eshitasiz. Biror narsani bir kishiga bergan bo'lsa minnat qiladi. Uni infoqi beminnat bo'lmaydi. Minnat bilan bo'ladi doim. O'zi asli arab tilida man shira aytadi. Shira yaxshi narsa bo'lsa kerak deysiz, lekin hosil berayotgan narsaga shira yaxshi narsa bo'lmaydi. Qaysi hosil berayotgan narsaga shira tushsa, albatta bu mevani yo'qotadi. Man deb arab tilida shira aytadi. Minnat ham insonning ehson sadaqat daraxtiga tushgan shiradir. Mannon juda ko'p shira. Doim bitta meva, har bitta mevaga bitta shirani yopishtirib qo'yadi. Qachon bir narsa bersa, orqasidan bu meva bo'ldi, orqasidan bir shirani ham qo'yib qo'yadi. Albatta har bir mevaga bir alohida bir shira bo'ladigan bo'lsa, u mevani albatta yo'qotadi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida baxtsiz bo'lgan odamlarning bittasi Alloh yo'lida infoq qilgan, takror aytamiz, bid'at yo'lida, xilofi sunnat yo'lida ehson qilgan emas. Alloh buyurgan yo'lda ehson qilgan. Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan u minnat qilgan. Mana bu odam baxtsiz odam 3 toifaning ikkinchisi. Uchinchisi val munfiqu bil halifil kadhib. Yolg'on qasam bilan molini o'tkazib olgan odam. Oldi sotdini ishida yolg'on qasam bilan molini o'tkazib olgan odam. Riyo haqidagi hadis shariflarni ko'p biz o'qib o'rganganmiz. Riyo haqidagi hadislarni agarchi boshqa o'rinlarda ham aytib o'tgan bo'lsak, hozirda shuni mazmuni bilan kifoyalanamiz. Shu riyoning qanchalik yomon ekanligiga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda 3 toifa odamni Alloh subhanahu va taolo huzurida qiyomat kuni birinchi hukm qilinadi. Avval hech kim hukmi boshlanmasdan turib 3 toifa odamni hukmi qiyomat kuni Allohning huzurida hukm qilinadi. Bu 3 toifa eng ulug' insonlar deb gumon qilingan kishilar. Birinchisi ko'rinishda shahid bo'lgan odam. Uni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matini unga tanitadi. Bu ne'matni taniydi. Bu ne'matlarni senga berdim, bu ne'matlar bilan nima ish qilding deydi. Seni yo'lingda jang qildim deydi. Hatto shahid bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on so'zlading, lekin sen falonchi jur'atlik deb aytilishligi uchun jang qilding. Seni odamlar xo'p jur'atli deb aytilding,
Ya'ni butun pahlavon, qahramon, u bu deb aytilding. Shu maqsading shu edi, dunyoda maqsadingni olding, mukofotini olding. Buyuriladi, jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirib yuboriladi. Ko'rinishda islom jihodida bo'lgan, lekin riyo bo'lgan. Mana bu riyo uning ko'rinishdagi jihod deb atalgan narsasini butun puchga chiqargan. Alloh subhanahu va taolo uning niyati nima ekanligini bilgan. Niyati riyo bo'lganligi uchun bu riyoni sababli jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilgan. Hadis iboralarida fasuhiba ala vajhihi keladi. Yuzi bilan sudralgan. İnsonni suhiba kalimasi arab tilida suhiba ala vajhihi oyog'idan yuzini yerga qo'yib turib sudralganlik holatini aytadi. Biz insonlar huzurida eng katta bir amalni bajargan, lekin riyo bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirilgan. Ikkinchisi, ilm o'rgangan kishi va faqat ilm o'rgangan emas, birodarlar, ilmni o'rgatgan ham. Qur'on o'qigan. Ya'ni Qur'onni bilgan, Qur'on o'qigan kishini qara'al Qur'ona, Qur'onni bilgan kishini bilib o'qigan odamni aytamiz. Ilm o'rgangan, birovlarga o'rgatgan, Qur'onni ma'nolari bilan bilgan. Biz bilan sizni oldimizda eng ulug' odam deb gumon qilinadi. Haqiqatda ham ulug' odam. Alloh yo'lida shu ilmni o'rgangan bo'lsa, Alloh yo'lida o'rgatgan bo'lsa, Alloh yo'lida Qur'onni bilib bildirgan bo'lsa, haqiqatda ulug' odam. Lekin shu ulug' amal agar riyo bilan bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilyapti bu hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga olib kelinadi. Ne'matlarni tanitadi. Ne'matlarni taniydi. Nima bu ne'matlar bilan amal qilding deydi. Amal so'raladigan narsa. Mana bu narsani bilaylik. Amal qiyomat kuni so'raladigan narsa. Ilmni o'rgandim, o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Seni yo'lingda degan so'z javobda kelyapti. Avvalgisida "Varajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'on." Qur'on o'qigan. Bu o'zidan savol qilinganda seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Shuning uchun Alloh tarafidan kazatda yolg'on so'zlading degan so'zni ishladi. Lekin sen ta'lim olding, olim deyilishlik uchun, Qur'on o'qiding, qori deyilishlik uchun, xo'p seni odamlar olim, qori deyishdi. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu riyoning eng katta oqibati, yomon oqibatidir bu. Uchinchisi, siz bilan bizni gumonimizda juda katta odam hisoblangan. Alloh subhanahu va taolo dunyoda vasi' qildi uni, davlatmand qildi. Alloh subhanahu va taolo molning hamma turlaridan berdi. Uni olib kelinadi. Ne'matlarni Alloh taolo tanitadi. Bu kishi taniydi. Nima amal qilding deydi. Nima amal qilding deydi. Uchov savol amal so'ralyapti birodarlar. Biror sen sarf qilishligingni do'st tutgan yo'lni qo'ymasdan sarf qilding deydi. Birodarlar, biz hali siz bilan bizga bunaqa odamni ko'rishlik muyassar bo'lgan emas. Ibora shuki, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Laka. Sen sarflanishligini do'st tutgan ey Rabbim deydi. Yaxshi ko'rgan o'rinlardan birortasini qo'ymasdan sarf qildim seni rizoing uchun deydi. Alloh taolo kazatda yolg'on so'zlading deydi. Lekin sen falonchi javvod, saxiy, nihoyatda javon mard deb nom chiqarishlik uchun qilgansan deydi.
Seni xo'p odamlar saxiy deb maqtashdi. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan har bir kishi o'ziga xulosa chiqarsinki, dunyoda kim bor bu uchov toifadan ulug' odam? Bundan boshqa yo'q. Birinchisi Alloh yo'lidagi jihodda ishtirok etgan, lekin riyo bilan ishtirok etgan. Ikkinchi, Allohning ilmini o'rgangan, faqat o'rganib qo'ygan emas, o'rgatgan, Qur'onni o'qigan, Qur'on o'qishdan ma'nosini bilib, buni Qur'onlarni bilgan kishi. Uchinchi, Alloh subhanahu va taolo davlat bergan, biror yo'lni qo'ymasdan Allohning rizosi bo'ladigan yo'l. Bid'at yo'llari emas, birodarlar, xilof sunnat yo'llari emas, faqat Alloh buyurgan o'rinlarga sarf qilgan u, lekin riyo bilan qilgan. Alloh yo'liga bo'lmagan sarflarni so'rab o'tirilmaydi, birodarlar. U yerda Alloh yo'lida bo'ladigan narsaning savol qilinishlikka vaqt sarf qilinadigan joy. Mana bu hadis bilan agar biz o'zimizni tarbiyalamasak, boshqa so'z ta'sir qilmaydi. Mana bu riyoning oqibati. Mana bu narsa eng yaxshi ko'zga ko'ringan amalning jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilishlikka sabab bo'ladigan amalga aylanib ketadi riyo bilan. Dunyodagi eng ko'ringan yaxshi amal mana bunday qattiq bir vahimalik bir holatga aylanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, ey iymon keltirgan kishilar, sadaqotinglarni minnat va ozor bilan bekorga chiqarib qo'ymanglar. Xuddi molini odamlarga riyo qilib sarf qilib qo'ygan odamga o'xshagan. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasdan riyo bilan amal qilgan odamga o'xshagan sadaqotinglarni bekor qilmanglar. Demak, biz sadaqotni ehtiyot qilishligimizni yo'li 3 narsadan ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimning iborasi daqiqki, man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. Yo'inki man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Kim yaxshilikni qilsa emas, kim yaxshilikni olib kelsa. Arab tilida bi bilan jaa fe'li mutaaddi bo'lyapti. Kim yaxshilikni oxiratga olib borsa, u qilgan yaxshiligidan ko'ra ko'proq yo'inki 10 barobar yaxshilik beriladi. Biz hammamiz yaxshilikning 10 barobar bo'lishligini hech esimizdan chiqarmaymiz. Ammo bu yaxshilik qanaqa yaxshilik? Oxiratga olib borgan yaxshilik. Mana bunga 10 barobar beriladi. 9-nido Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Alloha ghaniyyun hamid. Ey iymon keltirgan kishilar, kasb qilgan narsalarni pokizalaridan sarf qilinglar. Demak, inson kasb qiladi. Bu kasb qilgan narsasining ichida pokizalari bor va nopoklari bor. Shariat buyurgan halol kasblar budan topgan narsalar pokiza, toyyibot deyiladi. Shariatga zid bo'lgan kasblar bilan topgan narsalar toyyibot deyilmaydi. Innalloha toyyibun yaqbalu at-tayyib. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Alloh subhanahu va taolo pokizadir, bandalardan pokizasini qabul qiladi. Allohning huzuriga faqat pokiza amalgina ko'tariladi. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib, pokiza amal ko'tariladi. Demak, mast qiluvchi ichimlik bilan topilgan pullar, qimor bilan topilgan pullar va hamda boshqa to'ng'iz go'shti, shariatga zid bo'lgan, shariat harom degan narsalar bilan topilgan pullarni har qancha o'zini tili bilan aytamiz, shariat tili bilan emas, shariat tili uni ehson demaydi. Shariat unda ehsonga buyurgan emas. Shariat uni ehson ham demaydi. O'zi sarf qilgan mollarni, o'zi aytgan ehsonni Alloh qabul qilmaydi.
Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz. Shuning uchun chunki bizni Alloh buyuryapti, iymon keltirgan kishilarni qimorbozlar sarf qilishligi mumkin. Mast qiluvchi ichimlik purushlar bular ham sarf qilishligi mumkin. Lekin bu nido iymon keltirgan kishilarga. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar kasb qilgan narsaning pokizalaridan sarf qilinglar deyapti. Va mimma akhrajna lakum minal ard, yerdan sizlarga chiqarib berganmiz, shu narsalardan sarf qilinglar. Demak, yerdan biz chiqarib bergan deyapti Alloh taolo. Yerdan hech kim chiqargan emas. Xohlasin chiqarsin mana. Bir urug'ni tashlab chiqarsin. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zining hayotdagi o'rnatgan sunnati asosida buni bizga chiqarib beryapti. Demak, uni sizlar chiqarganinglar yo'q. Biz chiqarib berdik deyapti Alloh taolo. Shu narsaning pokizasidan sarf qilinglar. Demak, dehqonchilik mahsulotlaridan Alloh yo'lida infoq qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Kasb orqali topgan narsalarimizning pokizalaridan infoq qilishlikka Alloh buyuryapti. Bu narsani bajarishlik o'zimizni Allohning buyrug'ini o'zimizda mujassamlashtirishlik deb bilmoqligimiz kerak. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Infoq qilib sarf qilishlikka, ihson qilishlikka bu kasb qilgan narsalarni nopokini, yomonini tanlamanglar. Inson dehqonchilikdan ham yomonini bermasin. Kasb qilgan narsalardan ham buni bozorda olmaydigan, buni birovga berib yuboramiz deb turib bermasin. Chunki bu berishlikka buyurayotgan Alloh. Agar bir insonning dadasi bir narsani berishlikka sarf qilsa, dada sarf qilishlikka buyursa, dadam buyurdi deb eng yaxshisini sarf qilishlikka harakat qiladi. Qobil farzandlar. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga kasb yo'lini o'rgatgan va hamda yerdan har bir narsani chiqarib berayotgan zot bizni buyuryaptiki, pokizasini sarf qilishligimizga va undan yomonini qasd qilmasligimizga. Chunki valastum bi akhirihi illa an tughmidu fi, o'zingizlarga ham yomonini berilsa, olmaysizlar magar ayblab turib olasizlar. Shuni berib deydi. Bilinglarki, Alloh sizlarni infoqqa buyuryapti. Alloh ihsonga buyurib, sadaqatga buyuryapti. Sizlardan bir narsa olmoqchi emas. Alloh g'ani, hojati yo'q bo'lgan zotdir. Hamidun, Alloh birovlarning maqtoviga muhtoj emas, o'zining zotida maqtalgan zotdir. Shuning uchun ham bu oyatni ba'zilar zakotga tavil qilishadilar ham, lekin ba'zilar bu yerdagi umumiy infoq murod deyshadilar. Mana bu mimma akhrajna lakum minal arddan ulamolar, mujtahidlar hadislar yordamida ushul mana bu narsalarni bizga ta'lim berishganlarki, yerdan chiqarilgan narsalarning suv bilan, bepul suv bilan sug'orishlik natijasida ungan dehqonchilik mahsulotlariga undan bir berilishligi, agar pullik bo'ladigan bo'lsa 20 dan bir suv pullik bo'lgan suratda 20 dan bir berishligini bizlarga mana bu boshqa yo'llanmalar asosida bizga shu narsalar ma'lum bo'lgan. Ba'zi savollar bo'ladiki, dehqonchilik mahsulotlarining ham tilla va kumushdan bo'lgan zakotlarning nisobi bo'lganga o'xshagan dehqonchilik mahsulotlarining ham nisobi bormi? Yoki ushur berilganda ozgina bo'lsa ham shuni beriladimi? Ko'proq hadislarning mazmuni shuki, don mahsulotlarida xurmo va hokazo odamlar o'rtasida ko'proq iste'mol qilinib yeyiladigan mahsulotlarda 5 vasaq miqdori nisob hisoblanadi. Bir vasaq deb 60 son aytiladi. Bir so bo'lsa 4 mud hisoblanadi. Bir mud bo'lsa 1 hovuch hisoblanadi. O'rtacha miqdordagi hovuchda 1 mud bug'doy yoki o'rtacha miqdordagi 1 hovuch hisoblansa, 4 hovuchi 1 so bo'ladi. 60 so, ya'ni 60 so bo'lsa 240 hovuch hisoblanadi, 1 vasaq hisoblanadi. Shundan 5 vasaq miqdoridir. Ba'zi ulamolar tarafidan buni qancha vazn kelishligi ham tayinlangan umumiy hisob shundir. Biz ixtilofli fikrlarga o'tmaymiz. 10-nido Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni
taqvoga buyuryapti. Va taqvoga buyurishlik bilan bevosita ribodan voz kechishlikka buyuryapti. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zaru biharbin minallohi va rasulihi. Va in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna va la tuzlamun. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan taqvo qilinglar. Allohdan qo'rqinglar va qolgan o'rtanglarda qolib ketgan ribolardan voz kechinglar. Tashlanglar agar mu'min bo'lsanglar. Ribo butun dunyoda shoir bo'lgan amal edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida biror bir ribosiz muomala qiladigan odam yo'q edi, magar Alloh mustasno qilgan zotlargina bor edi. Mana bu ribodan voz kechishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar mu'min bo'lsanglar. Hozirgi vaqtda ham bu ribo nihoyat darajada avj olgan amaldir. Islom riboni qat'iy harom qildi. Ribo bilan shug'ullangan odamni qiyomat kuni xuddi bir jin tekkan odamning dovdirab turishiga o'xshagan turadi. Qachonki jin shayton uni qattiq bir intizomsiz suratda urayotgan odam dovdirab qolganda turadi. Qachonki tik turishligi bilan yana shu zarba paydo bo'ladi, shu shaytonning zarbasi paydo bo'lishligi bilan yana dovdirash boshlanadi. Qiyomat kunida turishligi shunday achinarli bir holatda bo'lishini bayon qildi. Rasul sallallohu alayhi va sallam riboni yeyuvchiga la'nat aytdilar. Ummatlariga mehribon bo'lib, hatto osiy bo'lgan ummatlarini ham haqqiga duo qilgan zot riboni yeyuvchi odamga la'nat aytdilar. Qalblarda ribo yeyuvchi odamga mehrni qo'ymadilar. Alloh uchun yomon ko'rdilar va la'natlarini e'lon qildilar. Allohning la'natini e'lon qildilar. Alloh ribo yeyuvchiga la'nat qilsin dedilar. Va yedirishlikka, yeyishlikka sabab bo'luvchi mukiliga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Shu riboni yozib, riboni vujudga kelishligiga sabab bo'lib yozib turgan odamga ham la'nat bo'lsin dedilar. Va riboda guvoh bo'lgan odamlarga ham odatda ikkita guvoh bo'ladi va shahidayhi kalimasi keladi hadis iborasida. Allohning la'nati bo'lsin riboda guvoh bo'lganlarga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 7 insonni halokatiga sabab bo'luvchi narsalardan ijtinob qilinglar dedilar. Qiyomatda halovat tushi 7 qilgan amalni qilgan odamlar dedilar. Shulardan bittasi ribo yeyuvchi odam dedilar. Demak, riboni bilan shug'ullangan odamlarning pulni foydaxo'rligi. Riboni biz o'zimizning darslarimizda aytib o'tganmiz, qisqacha aytamiz. Ribo 2 turli bo'ladi. Birinchi, riboviy narsani ortiqchasi bilan sotishlik. Misol qilib olganimizda tilla, kumush, bug'doy, arpa, xurmo, tuz va hokazo shunday odatda bo'lib iste'molda bo'lib turgan narsalarni aytyapmiz. Shu narsalarni agar bir xurmoning bir turi yoyinki arpa yo bug'doy shunga o'xshagan narsalarning bir turini ikkinchi bir turiga tengma-teng qo'lma-qo'l berilsa ribo bo'lmaydi. 1 kiloga 1 kilo shu vaqtda berilishligi bilan ribo bo'lmaydi. Ammo 2 kilo yomon bug'doyga 1 kilo bug'doyga 2 kilo yomonroq bug'doyni sifati pastroq bug'doyni almashtirilsa ribo bo'ladi. Buning yo'li nima? 2 kilo bug'doyni sotiladi. Pulga sotib turib, shu pulga bug'doyni, yaxshi bug'doyni sotib oladi. Mana bu halol bo'ladi. Buni ribol fadl deydi arab tilida. Nasi'a ribosi bu odatda ko'proq iste'mol qilingan xalqlar o'rtasida bir odam ikkinchi bir odamga pul berib, odatda muomalatda yurgan pulni berib turib, shu bir oyda shuncha miqdorda menga pul topshirib turasiz deydi. Mana bu ribodir. Shuni yeyuvchiga Allohning la'nati bo'lsin. Yediruvchisiga Allohning la'nati bo'lsin.
va shuni yozuvchisiga ham Allohning la'nati bo'lsin, guvohlariga ham Allohning la'nati bo'lsin deymiz. Rasul sallallohu alayhi vasallam la'nat aytgan kishilarga musulmonman deb Muhammad alayhisalomning qalbida muhabbati bo'lgan kishilarga ham la'nat aytishlik lozimdir. Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'nat elga subhanahu va taolo riboning foydasini yo'qotib tashlashlikni e'lon qildi. Yamhaqullohu riba va yurbi sadaqat. Alloh subhanahu va taolo riboni foydalarini hammasini yo'qotib tashlaydi dedi. Sura Baqaradagi oxirgi 11-nido qarz haqidadir. Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat qarz haqida bayon qilingan oyatdir. Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh walyaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub walyumli lilladhi alayhi alhaq walyattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu shay'an. Shu oyatning oxirigacha qisqacha ba'zi mazmunlar bilan tanishtiramiz. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni nido qilyaptiki, qarz muomalotlarni qilganda bir necha hukmlarni bayon qilyapti. Bu hukmlarga rioya qilishlik zarur ekanligini bildiryapti. Shu qarz hukmlarga rioya qilmaslik mu'minlar o'rtasidagi qarzlarning o'talishligi yo'q bo'lib ketayotganligiga sabab ham o'zi qarz beruvchi odamlar deb aytasak to'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu qarz hukmlarini hozir biz ba'zilarini o'rganamiz. Qarz hukmlarining birinchisi 3 kunlik yo 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga so'ralgan suratda kitobat qilishlik shartdir. Bu tafsirlar bilan bilyapmiz. Chunki ila ajalin musamma oyatini dalolat qiladiki, 3 kun va 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga. Tafsir bilan shu ma'lum bo'ladi. Demak, qarz berishgan bo'lsanglar, o'rtada qarz muomalasini qilgan bo'lsanglar, muayyan muhlatga qarz muomalasida bo'lsanglar, yozib qo'yinglar dedi. Yozish mizojiy masala emas. Yozish Allohning buyrug'i. Demak, 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga bir kishi qarz so'rasa, buni yozishlikka Alloh bizni buyuryapti. Ya'ni bemalol bu deyishligimiz noto'g'ri ekan. Albatta shundan biz zarar ko'ramiz ekan. Alloh buyuryapti. Biz zarar ko'rishimiz shart emas. Birinchi kitobat qilish bu narsa bizga katta bir manfaat berar ekan. Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan ibodat qilgan bo'lamiz ekan. Demak, muayyan muhlatga qarz muomalasi bo'lganda kitobat qilishlik Allohning buyrug'i. Faktubuh walyaktub baynakum katibun bil adl. O'rtanglarda kitobat qiluvchi adolat bilan kitobat qilsin. Ya'ni to'g'ri kitobat qilishlikka biz ma'mur ekanmiz. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Demak, qarzni kitobat qilishlikdan hamma xo'p deb kelavermaydi. Bir kotibni chaqirib, shuni men falonchidan qarz olyapman, shu o'rtadagi shu qarzimizni kitobat qilib qo'ying degan vaqtda kotib bosh tortmasin yozishlikdan. Alloh bunga yozishlikka qodir qildi. Bir imloni yozishlikni Alloh taolo bildiribdi. Allohning bu ne'matiga shukr qilib, kotib shu narsani yozishlikdan bosh tortmasin. Falyaktub, yozsin shuni. Yozuvchi, ya'ni odamga imlo qilib aytib turgan kishi, qancha miqdordaligini aytuvchi kishi allazi alayhil haqqu. Haqni olayotgan qarzdor shuni yozdirsin. Qarz beruvchi emas, qarz oluvchi shuni yozdirsin deyapti Alloh taolo. Alloh Rabbidan taqvo qilsin, biror narsani kamaytirib yozib qo'ymasin. Agar qarz oluvchi kishi shunday odamki safihan, xat yozishni bilmaydi. Ya'ni aqlan zaif yo'inki umuman imlo qilishlikka
aytib berishlikka qodir emas. Shuni ham aytib bera oladigan darajadagi emas. Aqlan zaif bo'lsa, unda valisi shu qarz oluvchining valisi adolat bilan yozdirsin. Va ikkita guvoh kishilardan ikkita guvoh hozirlasin. Yo'inki bir ikkita ayol guvoh bo'lsin. Mana bu guvohni ham Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Kimlar ular? Mimman tarbawna minash-shuhada. Guvohlikka o'tadigan kishilardan. Mabodo shunda biror ayolni sha'niga tuhmat qilgan kishi bo'lsa guvohlikka o'tmaydi. Darslarimizda avvalda aytib o'tganmiz. Odamning guvohligi endi insonlik guvohlik safida u odam manzili tushadi. Odamning so'zini e'tibori bo'lmaydi. Chunki ikkita guvoh bo'lishlikdan asli hikmat, ikkita kishidan yo'inki bir kishi ikkita ayol bo'lishligidan hikmat shuki, Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, bittasi adashib qolsa, ikkinchisi eslatadi. Guvohlar chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lib qo'yinglar degan vaqtda bosh tortmasin. Haqiqatda guvohni chaqirsa, "Yo'q, men bu ishga guvoh bo'lmayman" deydi. Nimaga? Butun tuhmatlar davrida bunaqa narsalarga guvoh bo'lganlar ko'p zararlar ko'rganligi uchun bosh tortadi. Lekin islom o'zining nizomi bo'lib turgan vaqtda bunday bosh tortmasin. Chunki bu yerda bosh tortishadigan bo'lsa, albatta unga qattiq jazoni zararlanadigan bo'lsa, islom uni himoya qiladi. Kichkinami, katta narsami muayyan muhlatga qarz olsanglar, buni yozishlik, qo'yishlikdan malollanmaylar. Shuni ham yozib o'tiramizmi demaylar, yozib qo'yinglar. Alloh subhanahu va taolo islomiy jamiyatni pokiza jamiyat bo'lishligini iroda qiladi. Shu jamiyatda diniy adovatlarning vujudga kelib qolishligini oldini oladi. Mana bu narsa zalikum aqsatu indalloh. Bu narsa Allohning huzurida adolatliroq va aqwamu lish-shahada. Bu guvohlikka nihoyatda bir to'g'riroqdir. Va adna alla tartabu, shubhalanib qolmasliginglar uchun yaqinroqdir. Demak, zalikum aqsatu indalloh kalimasi juda og'irki, Allohning huzurida adolatli degani qarz Allohning huzurida so'raladigan amal ekanligiga ishora bo'lyapti. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qishlikdan ilgari bu mayyitni qarzi bo'lsa kim o'taydi dedilar. Men degan odam chiqmasa, birodarlarning janozasini o'qinglar deb o'zlari o'qimasdilar. Shuning uchun ashoblar qarz bo'lishdan ehtiyot bo'lishardilarki, meni janozamni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qimay qo'ymasin dedilar. Islom g'animat ko'paygandan keyin aytdilarki, endi bu mayitni qarzi bo'lsa men to'layman dedilar. Agar moli davlat qolgan bo'lsa merosxo'rlarga dedilar. Qodir bo'lganlarda shunday dedilar. Shahidning hamma moli mulk, shahidning hamma gunohlari kechiriladi. Shahidning fazilatlari hisobsizdir birodarlar. Hammamiz buni ko'p eshitganmiz, ammo qarzi kechirilmaydi dedilar. Qarz shu unga hijolatli bo'lib turaveradi dedilar. Buni Jibril menga xabar berdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Magar kitobat qilmasligilar mumkin, tijorat o'rtalarida idora qilib turgan naqd bo'lsa. Ya'ni 3 kun muddatdan ozroq, 1 kunlik, 2 kunlik va yo shu kunda bo'lib ado qilinadigan bo'lsa, uni kitobat qilmasligilar mumkin. Uni yozmasanglar sizlarga gunoh yo'q dedi. Bay qilgan vaqtinglarda guvoh qo'yinglar. Ya'ni biror uyni savdosi bo'lsa, yo'inki boshqa bir sayyorani savdosi bo'lsa, u umuman biror bir narsalarning savdosi bay qilishgan vaqtinglarda guvoh bo'lsin dedilar. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir bu. Yozuvchi qarzni yozib qo'ygan odamni zararlantirilmasin. Guvohlarni ham zararlantirilmasin. Agar shu yozib qarzni xolis yozib bergan odamni, qarzga xolis guvoh bo'lgan odamni zararlantirsanglar, bu sizlardagi fisq, gunohdir deyapti Alloh taolo. Ba'zi guvohlar bo'lishligi mumkin uzoqroqda turgan. Ba'zi guvohlar yozib bergan odamlar uzoq masofada turgan bo'lishligi mumkin. Hadab guvohni chaqirib, unga qancha chiqimlariga sabab bo'lishligi bu zararlanishligidir bu. Shunday zararlantirmaylar dedi. Yozishga buyurgan zot
guvoh bo'lishlikka buyurgan zot, yozishlikdan bosh tortmanglar degan zot, guvoh bo'lishlikdan bosh tortmanglar degan zot yozuvchi va guvohni himoya qilib qo'ydi. Zarracha shuni zararlantirsanglar, sizlarga fisq dedi Alloh taolo. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Men shu yerda bu mavzudan chetga chiqish bo'lsa ham vattaqulloh va yuallimukumulloh oyati juda ham bir chuqur mazmundir, birodarlar. Ba'zi zotlarga Alloh subhanahu va taolo shunday ilm berganki, bu ilmning maydoniga aqli yetmaydi, birodarlar. Mana bu jumladan bittalari Imom Buxoriydir. Butun dunyo ulamolari Imom Buxoriyning ulug'ligini, ilmining nihoyat darajada kengligini bilishlik bilan ovora bo'lib ketyapti. Hali u kishining ilmlarini, maydonini, hali o'zlarining jami' sahihlarda bekitgan sirlarini hali ko'plarini bilmasdan o'tib ketyaptilar. Bu nimaning natijasi? Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Vovi jam'iyya bilan arab tilini bilganlar bilishib turibdi. Vovi jam'iyat bilan kim Alloh menga ta'lim bersin, shunday bir ilmlarni o'zimni qalbimga jo qilsin deb Allohning ta'limi menga bo'lsin desa, vattaqulloh degan buyrug'iga bo'ysunsin. Allohdan taqvo qilinglar deb Alloh buyuryapti. Undan keyin fe'l muzoriyni vovi jam'iyya bilan atf qilinyapti. Alloh sizlarga ta'lim beradi. Bu bir kishiga emas, Alloh subhanahu va taoloning qiyomatgacha bo'lgan fazli. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga o'zi ta'lim beradi. Ustoz emas, shunday ilmlarni beradiki, u o'qigan odamning ilmini ko'rib, ustozi bilan solishtirib ko'rsa, butun boshqa ilmlar paydo bo'lgan. Bu Allohning ta'limi uchun taqvo bo'lishligi kerak. Buni boshqa yo'li yo'q deyapti Alloh taolo. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Bu har bir ilmni haris bo'lgan odam uchun zarurki, Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Alloh sizlarning ustozinglarga aylanadi. Shu vaqtda Allohning ta'limi boshlanadi. Mana bu narsani nihoyatda yaxshi, agarchi darsimizning mavzusidan tashqari bo'lsa ham, bu bir ajib bir oyatki, fe'l amr fe'liga fe'l muzorining bog'lanishligi vallohu a'lam shu bo'lsa kerak. Zakotlarni ba'zi bir dinda bo'lmagan qarindoshlarga berilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Islomga moyil bo'lib qolishlik niyatida bersa bo'laveradi. Agar siz bergan sadaqat bilan shariatga zid bo'ladigan harom ishlarni qilishligi aniq bo'lsa, albatta bermaysiz. Bugungi darsda infoq, sadaqat o'z-o'zidan hojatlardan tashqari bo'lishlikni afzalligi gapirildi. Xatni mazmuni. Lekin o'tgan darslarda bo'lsa Masruq degan sahoba muhtoj bo'lib turib birodarning hojatini o'taganligi gapirildi. Buni qanday tushunishlik mumkin degan savol o'tdi. Nihoyatda yaxshi. Sadaqat birinchi birodarlar, zakot boshqa narsalarga shomil bo'ladi. Birinchi o'zidan boshlashlik afzal ekanligida shak shubha yo'q. Ba'zi o'rinlarda o'zi muhtoj bo'lib turib, birodari undan ham muhtojroq bo'lgan vaqtda berishlik afzal ekanligida ham shak shubha yo'q endi. Buni o'zi insonning fitrati, buni alohida bir hujjatlashlikka ham hojati yo'q. Buni o'zi vaziyat hal qilaveradi. Ba'zi o'rin bo'ladiki, siz o'zingizdan ko'ra boshqa birodaringizni hojatini muqaddam qilishligingiz afzal bo'lishligi ko'rinib turadi. Bu narsa aqlan ham, shar'an hamma narsa to'g'ri ekanligi bilinib turadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib, boshqalarga isor qilgan deb maqtagan. Bunun bilan avvalgi gapning bir-biriga ziddiyati yo'q. Ansorlarni Alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib birodarlarga berishadi deb maqtadi. Nima uchun? Islomni deb shunday hijrat qilgan kishilarni islom yo'lida sababli musulmon bo'lganligi uchun xorlanayotgan kishilarni muhtojligini muqaddam qilishlik albatta bu eng katta amaldir. Infoq bunda
bu o'zining hojatidan boshqa odamning hojatini muqaddam qilishlikka bu albatta shu zarur ekanligi dalolat qiladi. Lekin islomiy hojat emas, shaxsiy hojatlar, boshqa hojatlar bo'lsa, unda o'zining hojatini muqaddam qilishlik afzal bo'ladi. Yana uzuk haqida ko'p savol o'tdi, birodarlar. Uzuk shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kumushdan bo'lgan uzuk taqqanlar. Uning xotam vazifasini bajargan, ya'ni muhr vazifasini. Muhammad Rasul Alloh 3 ta qator bo'lgan. Shu narsani taqqanlar va shuni muhr qilib bosganlar. Bir odam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzuk taqqan ekanlar deb taqsa ajr bo'laveradi. Lekin tilla emas. Xuddi tilla taqsa gunohkor bo'lganga o'xshagan erkak kishilar. Endi bir odam boshqa bir odamlarni havas qilib turib uzuk taqqan bo'lsa, biz boshqalarga taqlid qilmaymiz. Muhammad alayhisolamga taqlid qilamiz. Tushunarlimi? Bu savollar darsni tushunmaslikka dalolat qiladi. Bir tarafga ketib qolishlikka dalolat qiladi. Misol savol bo'lyaptiki, Payg'ambarimiz Samud qabilasi yashagan Hijr viloyatida kirmanglar degan ekanlar. Hozir u yerda odamlar yashaydimi deb aytdi. Birinchidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Samud diyoriga, Hijr viloyatiga kirmanglar deganlari yo'q. Yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar. Yo'inki yig'laganga o'xshab kiringlar. Boshingizlarga ularning boshiga tushgan musibatlar yetmasin dedi. Bu narsa Samud qabilasini diyorida mutlaqo turmaslikka bo'lgan buyruq emas, birodarlar. Qayerda Allohning balosi tushgan bo'lgan joydan ehtiyot bo'lishlikka bo'lgan narsani tushunmoqligimiz kerak. Bu yerda odamlar yashagan bo'lsa, bu yerda gunohkor bo'lib qolmaydi yerda. Ya'ni bu bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan ta'limki, balolar nozil bo'lgan joyda ehtiyot bo'lishlikka. Bundan bu xat yozgan birodarlar tushunsalardiki, pis fujur bo'layotgan joylardan ehtiyot bo'lib yursak bo'lar ekan. Bu yerdagi kelib tomosha qilib o'tirishdan degan tushunsa yaxshi bo'lardi. Misol qayerga borsangiz, pis fujur bo'layotgan joydan o'zingizni ehtiyot qiling. Chunki shu yerga Allohga osiy bo'layotgan joyga Allohning balosi kelishligi mumkin. Shu yerdan ehtiyot bo'lishligini tushunish kerak. Xo'p, boshqa savollarni bir ikkitalari qoldi. Boshqalar duo qiling dedilar. Ba'zilar farzand berdingizga Alloh taolo shunga bir kamolot bersin, islomga xizmat qiladiganlardan bo'lsin debdi. Alloh subhanahu va taolo mana o'zi o'ylagandan ham ziyoda bo'lsin. Ba'zi betob bo'lgan ayollarga Alloh taolo shifo bersin. Ba'zilar dadalari betobaga Alloh taolo shifo bersin. Bu kuni bir birodarimizdan duo qiling, bir oilamiz qattiq bir kasal dedilar. Din islomga xizmat qilib yurgan oilalar, ayollardan Alloh subhanahu va taolo shifoi tomba bersin. Hamma ahli islom qatorida shifo bersin.